Eng zo'r xodim dam olish kuni ishga chiqmaydigan xodim. Chunki birinchidan, zo'r xodim dam olish kunigacha ish qoldirmaydi. Ikkinchidan, u o'z chegarasini juda yaxshi biladi. Qachon ishlab, qachon dam olish kerakligi aniq belgilangan bo'ladi. Faqat o'ziga ishonmaydigan qul tabiatlargina dam olish kuni ham rahbariga o'zini fidoyi qilib ko'rsatish uchun ishga chiqadi. Faqatgina avtoritar rahbarlar xodimlardan ko'p ishlashni talab qiladi. Bunday rahbarlarning ko'ziga dam olgan xodimlar balodek ko'rinadi. Kasal bo'lish esa xiyonat. Natijada esa bunday rahbarlar atrofida ikkiyuzlamachi, qat'iyatsiz va o'ziga ishonmagan xodimlar jamlanadi. Afsuski, oxirgi paytlarda mana shunaqa qul tabiat xodimlar ko'payib bormoqda. Rahbarlar tafakkuridagi avtoritarizm zo'r xodimlarni jamoadan sitib chiqarib tashlamoqda. Hattoki qullik davrlarida ham dam olish kuni qullarga teginilmagan. Lekin afsuski, ba'zi rahbarlar o'z qo'l ostidagilariga quldan battar munosabatda bo'lishmoqda. Shuni unutmangki, qullar bilan rivojlanib bo'lmaydi. Taraqqiyot faqatgina hurfikrliklar bilan bo'ladi. Tegib ketdimi?